oxiri bo'ldi, ajrashaman, sabr tugadi. Bolalarim katta bo'lganda tushunishadi. Men har doim ajrashishga qarshi bo'lganman, lekin o'zi ko'zingiz yetmasa, joningizdan to'ygan bo'lsangiz, unda ajrashing. Ajrashganda ham terlab pishib, sochingiz to'zg'ib, bolalarni olib, mushig'ingiz oqib, deb ketmang. Alamingizni olib keting, ichingizda bir umr armoningiz qolmasin. Oxirgi bir hafta 10 kun o'zingizga srok belgilang. Urush janjalli, xiyonatni hammasini unuting. Eringizga e'tibor bermang, chiroyli bo'ling, takoy ovqatlarni qiling, spalnini go'zal qiling, takoy pastellarni soling, zo'r kiyimlarni kiying, atirlardan seping. Bir hafta eringizga yaxshi gapiring. Eringiz xotinim bunaqa ekan deb sizga yaxshi gapirib boshlagan paytida tap etib eringizni tashlab ketib qoling. Ana unda eringiz armonda qoladi, alamingizni ham olib ketgan bo'lasiz. Sizdan keyin boshqasiga uylansa ham, boshqasi bilan yursa ham, sen meni xotinimdaka bo'lolmas ekansan degan gaplarni qayta gapirsin. Tak что alam ichingizda qolmasin, armon ichingizda qolmasin, yedirib keting.